Assalomu alaykum. Xorazmzina kanalimiz obunachilari. Mana navbatdagi lesistamiz ham xudo xohlasa betonga tayyor bo'ldi. Xudo xohlasa ko'rib baho beraverasizlar obzorda. Xudo xohlasa joyiga mos bo'ldi. Bu ishimiz Gurlanda. Xorazm Gurlan. Iniga birov 10. Xudo xohlasa joyiga mos o'ta idealniy qilib chiqarib berdi. Kimni qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Tanlovda adashmay, o'zimizga aloqaga chiqsani, ishingni sifatli qilib bitirib beramiz. Bu yerda oldin monolit bo'lgan, buzib, bunga bog'ladi u mana. Teshib armatura tushib ketgan shu tomonga seli uzilmay, o'shigacha devorlarga 20 santimetrdan kirgan, har bir lesisiga ikkitadan 12 li bekabod armaturada ishlangan. Aylanmalarga 3 tadan. Oyoq qo'ydiganlari ham normalniy bo'lgan. Yaxshi chiqdimi? O'zini Ruslan? Ha, zo'r. Yo, aytib bo'lmaydi. Yo'q. Sizdan aytib qo'yingizcha. Bo'ladimi unda? Ha, bo'ladi. Zinamiz tagi ham zina bo'lgan mana. Osti ham zina, usti ham zina bo'lgan. Buni ichidan ko'rib baho beraverasizlar. Osti ham zina, usti ham zina. Xudo xohlasa uyga o'ta mos, o'ta idealniy. Bu yerga ham mishat etmagan, bu oynaga ham. Eshikni ham yopib qo'ymagan. Mana o'ta sifatli, o'ta kачественный mana ishimiz. Armaturlarimiz salafonlarni tashab, suvlarni sepib, o'ta akkuratniy qilib, vibratorlarni solib ishlab beramiz. Tanlovda adashmay o'zimizga aloqaga chiqsani kelishtirib, xudo xohlasa qilib beramiz. Biznikini bilasizlar. Mana shu patolokdan, plitaning tepasidan shu pastgacha o'lchaymiz. Shu 0 gacha. Shu plitaning tepasidan shu pastgacha o'lchaymiz. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Biznikini puli shu tepadan shu yergacha o'lchaladi. Plitaning tepasidan shu yergacha o'lchaladi, figurasiga qarab bo'ladi. Figuramiz tagi zinali bo'lib chiqqan. Aylanma.